Kel qilib qo'ygan. Kallaringizdan eng yaxshisi necha kilo chiqsin? 30 kilo chapapman. Qaysisini 30 kilo chiqadi? Hozir bo'g'izib qoldi bu kala. Ha. Aşağı 30 kilo çıkamda? Ya ay aqo'njini biqindika. O'zim yosh ama so'z baqilchaning. Mana usti sal qo'yag'roq chiqadaqcha. Mana qo'yaga mana chavjiq daskilar. Ha. Mushkal girman uyga musi yetildim deb bisabti bek bilan tushgan bu obdus birida. Tashviqotni qilganchada menda qiling. Masalan, asosiyatni qaysi shovchiga gapirsiz siz? Biz xayol qildim ham shovchini qilib xush bo'ldik. Masalan, ma'lum qog'iliqni aytdiki, ma'lum shovchidagi palonchi Dayyanning kalisi sizlar mushkalni imbatsizlar deb tashviq qiling. Maqalasini Dayyanning ismini qo'lga bekitib o'tang. Ash sutni amal bo'lsa, harig'ini arab, mamanchining Dayyan silni ichayotgan sut mushkalning usti. Ashunda qilib mamanchi shovchininki, mama shovchining kalisi deb turibchi. Ashda ta'minsiz o'zingizni ashlar kelib nima yeyotganligini qalning. Ko'rdi. Nima qaysi kalning sutni ichayotganligini bilsin. Sizning bozoringiz yaxshi ichilib bo'ldi. Bu vaqtda xalqdan bir qo'y qimmat sotsangizmi? Olivida. Men kelib yam qajagini ko'rsin, yam qajak do'yini chiqaram. Bu millat bana to'shqol og'zidan 20 sotdi va to'shqol og'zidan to'nqab satdim. Beqimi man 1000 lira beqimiga 2 yil to'nqoydi. Ular meni jiko aza satdi. Ammo meni sutim tushgandan oldi. Men o'z bahim tushayotmadim sotib-verdimcha. Endi Shunga boshqa yerdagilar go'shtga ta'sir ko'rsatgan bilan sutni ta'sir ko'rsatib bo'lmaydi. Girmanning suti kiryotdi, o sut degani 4 oy bo'lib qolgan sut bu yerga kelib bizning qo'limizdagicha. Shu sizning sutingizda qog'iliqdikilar hozir saqsangiz birdan 1 soatga ichib bo'la oladi emasmi? To'g'ri. Shuning uchun men sizning bozoringizga azroq ta'sir ko'rsatgan bilan azroq vaqtga yaxshi bo'lib ketdi men. Ularma Sanjidindan kelib bordi. Qanday qaraymiz taqarlashtirib beqishni. Sal az chiqadiganni setib etib, inshaalloh. Hamini baribir bir o'rinni, bir odamning vaqtini bekor qilib jo'va. 30 kilosi chiqadiganini ham ilab. Baribir shu 30 kilosi chiqadiganini 40 qo'yya. Onun bo'lmaydi. Siz deganda 40 qo'yib ketgan holatda yana 10 kilosi ortiq chiqdi anidan. 10 kilosi ortiq chiqdi foydalandi. Ballarning bekor. Shunga inshaalloh yaxshisin ham chiroyli qilib bekab. Deb ashunda qilsak pul texim ko'paydi. Shunga ikkinchi bir savolmi emas. Kazrak bir teklif hozir. Mening o'yligimda ham kalganda baxsonda. Hozir hamma kallam bir beketib to'qadi. Mana bachada qaysil deganda urug'larim bor ekan. Urug' sep qo'yganlari bor ekan, sut berdiganlari bor ekan, yana bir xili bor ekan. Tugatma. Shunga buni hozir qo'tamni cho'nka. To'tki bo'lasiz. Bo'yicha bir ayirib etib, sizlar o'zlariga ma beqish, qarashmi oson to'xtaydi. Magaplar to'g'rash. Haliga mozaylar ayına, bo'g'atganlar ayına. Hozircha sizlar o'riqdan bak o'riqdan bir nechasi bor ekan. Qag'allarga yemingizni berib, o'riqlarga biz degan yak biz tanshab bergan tavsiya qilgan yemni bering, sutmo shunda chiqaverdi, samiraydi. Bo'ldi. Mana sog'lomlik yaxshi bo'ladi aning. Qiziq qilgan altında g'azim chiqman, undan bilan. Medet berlar. Uxtilar qani, ballar mesin saqlab oldimi o gapni? Afkam mesin saqlab oldi. Bu balama shashgan. 2008-yili bir shunda bo'lgan sut kalasidan azroq bir manda bo'lgan. Shu chaqda sizdan bor ekan bilasiz a. O'ljilda endi bo'lib keyin hozir yana shunda yaxshi bo'lgan. Bu kalın bir ayıp ha. O'zi naytbak yaxshi qilib baxmasan. Ama 10 gün atqan paxta biçipan yaramaydı. Uşadı mı sen? Şunda yitmazım. Şu. Çıkıda. Davalamak yaman tas. Baciz olgan ekan. Bilib o'riqlarga bitta qilib. Sal immunitet kuchini o'shundan qulaylaştıracağım. Ma'qul. Qandaq biz qilish bagida qanday ish bor? Nima desangiz bir talabni o'tirib qo'ying, biz o deyshaylar. Buni ham asosan qanday talab bo'lmaylar. Aqasida mo'ndaq. Men ana shu yilimi bor. Dam yilqi Xayr saxovat fondining qarang. Xayr saxovat fondining men shu janglarim bor. Qabul salamjon tunamsiz? Hay tunamaz. Do'nishan olgan tursak bor. Yo'q bu ya. Mal doktorlarimiz bor. Agar bizningki yetmasa yana Qozog'istondan kirgan mutaxassislarimizni tatib qanday ish bo'lsa hal qilamiz deb keldik bugun. Rahmat bizning qimizda egalliklarga ko'p rahmat.